Bu datchik is gazini sezganda mana shunday ovoz chiqarib sizni ogohlantiradi. Inson hayoti uchun eng katta xavflardan biri bu is gazidir. Shuning uchun xonadonlarda is gazidan xabar beruvchi maxsus datchiklarni o'rnatish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Ayniqsa kuz-qish mavsumida isitish moslamalaridan foydalanish ortib borishi bilan birga xavfsizlikka e'tiborni yanada kuchaytirish zarur. Is gazidan xabar beruvchi datchiklar gaz qozonlari, pechlar va isitish jihozlari mavjud xonalarga o'rnatiladi. Is gazi to'planganda darhol ovozli signal berib, odamlarni ogohlantiradi. Bu esa o'z vaqtida chora ko'rish va inson hayotini saqlab qolish uchun xizmat qiladi. Is gazidan xabar beruvchi datchik xona shiftiga o'rnatiladi. Bu alohida batareykalar orqali ishlaydi. Bundan tashqari tutundan xabar beradigan, issiqlikdan xabar beradigan datchik turlari ham mavjud. Aziz yurtdoshlar, is gazidan xabar beruvchi datchikni o'rnatish bilan birga uning sozligini muntazam ravishda tekshirib turing. Yodda tuting, birgina datchik o'z vaqtida xabar berib, hayotingizni saqlab qolishi mumkin.